Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, rostgo'ylik, sodiqlik mavzusida dars qilayotgan edik, davom etkazamiz. Demak, Alloh bilan bo'lgan muomalasida banda sodiq, rostgo'y bo'ladigan bo'lsa, banda haqni topishda, haqqa ergashishlikdagi